Hi there, dear students, you are having a great time by watching our videos and lessons. And today also we have another a fascinating lesson with you, and we're going to learn together ordering food and drinks. So yes, today we're going to learn in a 10.4 unit speaking and writing. Demak, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan birgalikda bugun 14 mavzuyimizni o'tamiz. Aynan bu yerda sizlar bilan birgalikda ovqatlarni buyurtma berish va ichimliklarni, demak, buyurtma berishlarni o'rganamiz. Demak, birgalikda ingliz tilida agar bu sizga qiziqarli bo'lsa, demak, darsimizni boshidan oxirigacha kuzatishni tavsiya qilamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga mana bu rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak 102-bet ochib olgansizlar, hurmatli o'quvchilar. Va restaurant birinchisi. At a restaurant, restoranda turibdi birinchi rasmda. Keyingisida ko'radigan bo'lsak, at a fast food restaurant in a B picture, and the last picture in the street. Va ko'chadagi demak asosan ovqatlarni mashinalarda sotiladigan, hozir bu kunda juda ham ko'payib ketgan. Demak, O'zbekistonda ham bu narsa ko'p tarqalyapti. Xuddi shu joyda demak odamlar xarid qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, va har birining tepasida bunaqangi bo'sh kataklar berilgan. 1, 2, 3. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Nima deb o'ylaysizlar, guys? So, look at the photos. AC, do you eat at this place? Why not? Xo'p, bu tushmaydi menimcha. Xo'p, yaxshi. Demak, biz birinchi eshitamiz. Listen to the three conversation and match them to the photos AC. Biz diqqat bilan eshitamiz va har bitta eshitganimizda mana shu qaysi joy haqida ketayotganligini, rasmdagiga qaysi biriga tushganligini bilsak, biz shuni yozib qo'ysak bo'ldi, okay? Demak, tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda eshitamiz. Boshladik. Audio 10.15. 1. Can I take your order? A burger and chips, please. Small or large? Large, please. Anything else? No thanks, that's all. What do you think, guys? Is it A or B or C picture? Demak, bizga menimcha B ni ko'rsatyapti, chunki burger dedi, ya'ni o'sha burger haqida ketdi, o'sha yeydigan taomi, va bunda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda fast food restoranni ko'rishimiz mumkin. Bu yerga menimcha tushmayapti, at a restaurant, okay? Va bu yerda asosan erkak kishi va ayol kishi suhbat quryapti. Bunda asosan ikkita ayol kishi suhbat qurdi. Muloqotchilarga ham e'tibor berasiz. Shuning uchun biz bu yerga first, ya'ni birinchi raqamini belgilab qo'yamiz. 2. A large hot dog, please. Here you are. How much is that? £2.50. So, well, guys, what do you think? Is it A or C? Yes, definitely. You're absolutely right. This is referring to us like a C because the woman ordered and the burger, yeah? Maybe no, I think. Re-listen. That? How much is that, please? A large hot dog, please. Large hot dog. Ko'radigan bo'lsak, katta hot dog deb ataldi. Ya'ni bu yerda hot dog zakaz qilindi va bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdan bilib olishimiz mumkin. Demak, fast food sotadigan, demak, budkacha ekan. Shuning uchun biz bu yerga 2 raqamini belgilab qo'yamiz. Va shu yerda agar e'tibor bergan bo'lsak, mana bu sotuvchi here you are degan so'z ishlatdi. Here you are degani mana degani, okay? Biz biror bir narsani kimgadir uzatayotgan paytimizda nima deymiz? Juda ham to'g'ri. Okay. Kimgadir biror bir narsani uzatayotgan paytimizda albatta biz here you are mana sizga, okay? Biror bir narsani berishimiz mumkin xuddi shu tartibda va oxirgi conversation eshitamiz. Here you are. How much is that? Bu hozir 2 ni davomi. £2.50. 3. Is everything okay here? Fine, thank you. Would you like anything else? No thanks. Can we have the bill, please? Of course. Just a moment. This is definitely last picture because we don't have another option. Chunki bizda boshqa variant ham yo'q, lekin va bundan tashqari yana bir narsa, asosan erkak kishi va ayol kishi o'rtasida ketdi. Ayol kishi bu yerda sotuvchi bo'ldi, ya'ni to'g'rirog'i waiter, ofitsiant, va mana bu yerdagi esa buyurtmachi erkak kishi bo'ldi. Qolganlarida esa oxirgisi mana bu 2 da ko'radigan bo'lsak, oxirgidan bitta oldida unda erkak kishi sotuvchi bo'ldi, okay? Shu orqali ham topsak bo'ladi.
Well, this is absolutely right, guys. Demak, albatta juda ham to'g'ri topdinglar. Endi, I have a question for you. Do you eat at these places? Why not? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana shu joylarda siz ham ovqatlanasizmi? Menimcha ko'pchiligimiz ovqatlansak kerak. Demak, for example, today and nowadays, it's really becoming increasingly popular to eat in a fast food restaurants, for example, like Octepa and other pizza restaurants, yeah? Demak, bugungi kunda juda ham bir mashhurlashib borayotgan, biz asosan fast foodlarda, ya'ni ko'rishimiz mumkin, yoshlar bu ovqatlarni juda ham ko'plab iste'mol qilishmoqda va menimcha siz ham iste'mol qilsangiz kerak. Okay? So, ana endi gapirib ko'ramiz. Kelinglar, present simple da va biz gapirayotgan paytimizda agar doimiy siz always, tez-tez yeb tursangiz often yoki bo'lmasam odatda, ya'ni yeb turadigan bo'lsangiz, albatta biz buni demak nima deymiz? Usually deb gapirsak ham bo'ladi. Usually, sometimes, never eat in the street. And why? You should back up your own ideas, explanation and examples also. Demak, qaranglar, e'tibor beringlar. Siz shu joylarda ovqatlanasizmi? Misol uchun, at a restaurant, at a fast food restaurant yoki bo'lmasam in the street food. Yes, I always eat at a restaurant. Why? Yes, because the atmosphere is brilliant. The price is cheap. Yaxshi. The food is really delicious. Tushundingmi? Demak, ko'radigan bo'lsak, ha, men doim restoranlarda ovqatlanaman. Sababi narxi arzon, atmosfera zo'r, ovqatlari shirin. What about at the fast food restaurants? No, I never eat at a fast food restaurant because this is unhealthy to eat there. Albatta, bu demak, men hech qachon restoranlarda, ya'ni fast food restoranlarda ovqatlanmayman. Bu sog'lig'imga zarar. Sababi, demak sababi sog'lig'imga zarar. Ya'ni bunaqangi tez tayyor bo'ladigan ovqatlar. Okay, guys? What about in the street, guys? Have you ever eaten in the street or not? Yes. Demak, javob beramiz. Demak, albatta bizda ham hozir bugungi kunda juda ham ko'p tarqalyapti. Mana shunaqangi joy, demak, budkachalar va u yerda biz ovqatni buyurtma qilamiz. Bunda ham albatta fast food restorandan sal farqi bo'ladi, ya'ni turib ovqatlanasiz ko'pincha. What about you? You don't like? Yeah, yes, definitely. Maybe it's not quality food. Balkim sifatli ovqat bo'lmasligi mumkin, shuning uchun yoqtirmayman. Yaxshi, guys. Demak, gapirib o'tdik. Endi esa bizda mana bu yerga qaraymiz. Listening qilishdan avval language for speaking, ordering foods. Bugungi asosiy mavzularimizdan bittasi mana shu bo'ladi, ya'ni ovqat buyurtma berishda kerak bo'ladigan so'zlarimiz. Misol uchun siz biror bir restoranga bordingiz yoki bo'lmasam siz onlayn xarid qilmoqchisiz, ya'ni ovqatga buyurtma bermoqchisiz. Ana shu holatda biz mana shu so'zlarni bilishimiz kerak bo'ladi. Ham ofitsiantga, ham buyurtmachiga. Agar biz ofitsiantni muloqotlarini, so'zlarini ham o'rganib ketsak, bu albatta foyda bo'ladi o'zimizga va biz shu buyurtma bergan paytimizda uning muloqotini ham bevosita tushuna olamiz. Demak, tayyor bo'lsak, boshladik. Birinchisi, waiter ekini ko'rib chiqamiz. Bizda waiter eki berib o'tilgan. Birinchisi, what would you like? Demak, ofitsiant so'rayapti, what would you like? Ko'pincha bizdan xuddi shu tartibda so'raydi. What would you like? Nima xohlaysiz? Va biz bu savolni eshitganimizdan keyin juda ham to'g'ri javob beramiz. Agar javob berayotgan paytimizda biz ishlatishimiz mumkin. Ya'ni siz o'zingiz xohlayotgan narsangizni mana bu yerga qo'yib, tushundingmi? Misol uchun sandwich deyapti-ku, siz aytishingiz mumkin. What would you like, some? A tea, please. A cup of tea, please. Please degani iltimos degani. Ko'rdingmi? Iltimos va marhamat degani. Agar sizga yes please sa, ha, marhamat. Ya'ni biz kimdir bizdan biror bir narsa so'ragan paytda, ha, bizda bor, marhamat deb bergan paytingizda ham yes please, here you are deb javob bersak ham bo'ladi. Unda marhamat degan ma'noga ega bo'ladi. Agar biz iltimos qilsak kimdandir so'rayotgan paytimizda nima deymiz? Juda ham yaxshi. Please qo'shib qo'yishimiz kerak. Xo'p, agar qo'shmasak-chi, xo'p. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin bu juda ham qo'pol ishladi. O'zbek tilida qanday ishladi? Nima deb o'ylaysiz? Demak, ko'rsatib beraman, qaranglar. Xo'p, tasavvur qiling, siz do'konga kirdingiz, non olmoqchisiz, xarid qilmoqchisiz yoki bo'lmasam biror bir shirinlik. Olayotgan paytingizda nima deysiz? Menga non berib yuboring. To'g'ri, iltimos demasligingiz mumkin, lekin mana bu o'zimizni gapimizning oxiridagi ring bu please'ga tushadi. Agar men ringni qo'ymasam, qaranglar qanaqa eshitiladi. Menga non berib yubor. Menga ikkita non berib yubor. Menga ikkita ovqat berib yubor.
Ko'rdingmi? Endi qaranglar, ring qo'shib qo'yaman. Menga ikkita ovqat berib yuboring. Menga bitta non berib yuboring. Ko'rdingmi? Mana shu ring so'zimiz ingliz tilidagi, demak, please ga ham bemalol tushadi. Yoki bo'lmasa biz iltimos degan bo'ladi. Menga bitta non berib yuboring, iltimos. Ko'rdingmi? Xuddi shu holatda ishlatishimiz mumkin. Bu albatta sizni qanchalik xushmuomalaligingizni ko'rsatib beradigan holat bo'ladi. Hattoki bu haqida ham balkim sizlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ya'ni demak ijtimoiy tarmoq saytlarida ham ko'p tarqalgan bu narsa. Ya'ni biror inson do'konga kirib turib yoki bo'lmasa kafega kirib turib, o'sha chet davlatda narsa buyurtma qilganda coffee please desa, demak $5, lekin coffee desa $20 qo'yib qo'ygan. Bunda asosiy farq, ya'ni xushmuomalalikda oddiygina xushmuomalalik bo'lmaganligi uchun narx $20 ga chiqdi. Xushmuomalalik bo'lgani uchun demak $5 ga tushdi. Shuning uchun agar siz chet davlatga borganda pulingizni demak yana ham save qilishni tejashni xohlasangiz, please so'zini esdan chiqarmang. Okay guys? Albatta bu bizning tavsiyamiz. Endi esa keyingi so'zimizga qaraymiz. What can I get you deyapti. What can I get you? Getni juda ham ko'p ma'nosi bor. Oddiygina misol adashmayotgan bo'lsam, agar xotiram pand bermasa, 39 ta holatda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p ma'noga ega bo'lgan so'z hisoblanadi va ingliz tilida take, getlar phrasal verbda kelsa albatta. Tushundingmi? Getni biz sotib oldim desam, I got, tushundim desam, I got you. Yoki bo'lmasam topdim desam, I got my phone deb ham gapirishadi, okay? Juda ham ko'p ma'noga ega bo'lgan so'z, lekin bu yerda what can I get you degani, ya'ni sizdan men nima zakaz olsam bo'ladi yoki bo'lmasam siz nima zakaz qilasiz degan ham tushadi. Okay? What can I get you? Sizga men demak nima olib kelib bersam bo'ladi yoki bo'lmasam nima zakaz qilsangiz bo'ladi. Okay? Ko'pincha bu narsani waiter aytadi. What can I get you? What can I get you? Sizga nima beray? Sizga nima beray desak ham bo'ladi. Bu tarjimaga ham tushadi. Tushundingmi? Yaxshi. Can I have a sandwich please? Can I have ham ko'p ishlatiladi. Could I have ishlatsangiz bu yana ham formal hisoblanadi. Can I have informal, ya'ni norasmiy degani. Misol tariqasida aytib o'taman. Siz can I have degani menga berib yubora olasizmi degani. Menga berib yubora olasizmi? Siz biror bir narsa olmoqchisiz. Restoranda bo'ladimi, do'konda bo'ladimi? Kirdingiz. Can I have chocolate please? Can I have bread please? Can I have a book please? Could I have desak ham bo'ladi. Could I have? Could I have? Ya'ni bu formal, ya'ni rasmiyroq. Can I have esa informal, norasmiy. Tushundingmi? Yaxshi. Please ni ham ko'rishimiz mumkin oxirida ishlatilgan. Well. Demak, keyingi so'zimizga qaraymiz. Bu yerda small or large deyapti. Kattami, kichkinami yoki kattami deyapti. Misol uchun endi sendvich zakaz qildi. Katta sendvichmi, kichkina sendvichmi? Sizdan biror bir narsa zakaz qilganingizda ham, buyurtma berganingizda ham albatta uni o'lchami haqida ham so'raydi. Shuning uchun small or large. Small or large. Yaxshi. Siz keyin aytasiz. I'd like large one. Large desak ham bo'ladi. Large one degani kattasi. Large esa katta. Men kattasi xohlayman yoki katta xohlayman. Ya'ni bu o'sha sizni sendvichingiz haqida ma'lumot ketayotgan bo'ladi. Ya'ni sendvichni qaytarib o'tirishingiz shart emas bu yerda. Okay guys? Davom etamiz. Anything else? Yana nimadir xohlaysizmi? Anything else? Yana nimadir xohlaysizmi? Okay, anything else. To'g'ri, bu yerda want degan so'zni yoki would like ni ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin. Albatta yozilmagan, lekin anything else, yana nimadir xohlaysizmi degan ma'noga ega bo'lgan so'z bo'ladi, okay? Anything else? Just the juice. Just juice. Ko'rdingmi? Demak, just degani bu faqat. Justning ham ko'p ma'nosi bor, faqat bu yerda faqat degan ma'noga ega. Just the juice. Faqat sharbat. Faqat sharbat. Siz nimadir faqat bitta narsa zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, only deb o'tirmaysiz. Just plow, please. Tushundingmi? Yaxshi, davom etamiz. Here you are. Here you are. Eslab ko'ramiz nima edi? Here you are. Mana sizga. Yaxshi, biz biror bir narsani zakazni olib kelib berganimizdan keyin yoki do'stimizga oddiygina misol, siz maktabda yoki universitetda o'tirgan paytingizda do'stingiz nimadir so'rasa, siz o'shanda ruchkani yoki qalamni berayotgan paytingizda ham here you are deb bersangiz bo'ladi. Bu yerda siz biror bir buyurtmani bermayapsiz, ya'ni so'ragan uchun mana deb beryapsiz. Okay? Yaxshi. Keyin esa albatta biz ovqatlanib bo'lganimizdan keyin, demak, shotni so'raymiz, ya'ni hisobni. Can I have the demak can we have the bill please? Bill degani bu yerda shot, hisob degan ma'noga ega. Ya'ni bizga shotni, ya'ni hisobni berib yubora olasizmi? Iltimos deyapti. Yaxshi. Va shunda here you are. Okay, here you are. Yaxshi guys. Today we have learned
the new expression that are commonly used in English language, especially specifically when we visit the restaurants or in the cafes and even the public places, for example, a bank. Demak, biz sizlar bilan hurmatli o'quvchilar asosan ingliz tilida mana shunaqangi xizmat ko'rsatish joylariga borganimizda, sotib olayotgan paytimizda, restoranlarda, kafelarda ishlatishimiz kerak bo'lgan muhim so'zlarni o'rganib oldik va siz bu narsani chet elda bemalol ishlatishingiz mumkin, hech ikkilanasiz va agar sizda shunday muammo tug'ilsa, ya'ni inglizchalab qanday qilib biror bir narsani sotib olishda yoki bo'lmasam shotni so'rashda yoki narsa xarid qilishda qanaqa so'zni aytishni bilmasangiz, bu videomizni diqqat bilan boshidan oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz va siz bu muammoni bemalol yecha olasiz. Hozircha see you next time.